Hammaga assalomu alaykum. Bugun meni uyimda usta ishladi. Konditsioner o'rnatib ketishdi va sizlarga hozir poslisini ko'rsataman. Uyim uborka qilinmagan, hozir ketishdi. Hozir uborka qilishni boshlayman. Mana mozaikalarni terdim. Tagida mozaikalarning yeri bor edi. Bu tagidagi shnurini o'zgartiramiz kechki paytda. Mana uyim ahvoli mana shunaqa. Bu kungi uyim. Hozir men buni uborka qilib, chista qilib sizlarga keyin postlisini qo'yaman va ko'rin bo'ladi. Qani ketdik tozalashga. Mana postlisi ko'rishingiz mumkin. Hamma yoqni tozalab, akkuratni qilib qo'ydim. Bu xonam ham, yotoqxonam ham shu akkuratni bo'ldi, yig'ishtirib bo'ldi. Mana birpasda qilsa bo'lar ekan. Oshxonalarim mana o'sha uborka qilib bo'lganman. Hamma yoqni artib, surtib, changlarini ham, boshqa oynani ham, steklarni ham yaxshilab artganman. Ustini ham artganman. Ko'rdinglarmi, bironta dog'i yo'q mana. 2 soatda bo'ldim-da, u yoq bu yog'i bilan kiriyman. Hozir kir mashinkam yurgizib qo'yganman. Potom buni hozir o'chirdim. 1 soatcha bo'lib qoldi o'chirganimga. Hozir demay 1 soatcha bo'lib qoldi. Buni o'chirib qo'ydim. Hozir ishlashda davom etyapman. Mana ishimni ham qilyapman. Uylarimni ham yig'ishtirib, uborka qilib bo'ldim. Hamma yoqni changlarini artib, surtib. Bizni bugungi kunimiz tugadi. Bye bye.